Heyecan bo'ldi. Yig'lamang. Ancha kundan beri shu ayam yaxshi bo'lib ketsin deb duo qilib roza tutyapman. Qornimda 7 litr suv bor deyapti. Mana ko'ring. Voy! Ko'ring ahvolimda. Oyim kasal bo'lmagan. 7 litr suv bor. Ancha kundan beri doktordan kelgandan beri ayam qiynalib ketdi. Iltimos yordam qilinglar. Hamma qarindoshlarim mendan yuz o'girib ketdi. Shu duo qilib ayamni roza Ramazon oyida roza tutib o'tiribman. Siz roza tutib o'tiribsizmi? Ro'zaman. Voy. Allohdan so'rayman ayam yaxshi bo'lib ketishini. Voy. Yordam qilinglar. Nechinchi sinfda o'qiysiz qizim? 5-sinfda. 5-sinfda. Ismingiz kim? Mashhura. Ayangizni yaxshi ko'rar ekansiz, ha? Yo'llarim sabr qo'ysin. Men yashashni xohlayman, Allohim. Assalomu alaykum. Umra safariga bepul yo'llanmalardan birini qo'lga kiritishni niyat qilgan ekansiz. Aksiyamiz shartlari bilan sizni batafsil tanishtirib o'taman. Siz konkursimiz ishtirokchisiga aylanishingiz uchun 31-mart sanasigacha ilovamiz orqali yaqinlaringizni Uzcard kartalariga 30 ming rubldan ko'proq pul o'tkazmasini amalga oshirishingiz lozim. Agar uydagilaringizda Uzcard kartalari bo'lmasa, yurtimizdagi istalgan bankdan Uzcard kartalarini ochib, bemalol pul o'tkazmasini amalga oshirishingiz va aksiyamiz qatnashchisiga aylanishingiz ham mumkin. Konkursimiz 31-martgacha davom etadi. G'oliblarni esa 1-aprel sanasida jonli efir orqali aniqlab olamiz. Tez qo'ying. Biz bilan hali yaqinlaringizni ko'p quvontirasiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman deya olmayman. Ro'za Ramazon oyida biz yana yangi manzilga yetib keldik, ya'ni Samarqand viloyati Payariq tumani Do'stlik mahallasi Garay qishlog'iga yetib keldik aka-ukalar. Hozir bu yerdagi holatni ko'rgan har bir mo'min musulmon aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz dahshatdan yoqa ishlaysizlar. Haqiqiy dahshatli voqeaga o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Men hozir bu opamizni ko'rib juda qiyin ahvolda qoldim. Ishonmasalaringiz, mana hozir kiramiz aka-ukalar. Juda ham qiyin vaziyatda yotgan Manzura opamizning xonadoniga yetib keldik. Mana yashash sharoitlarini ham o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Juda ham qiyin holatda. Endi nima desam bo'ladi? Bu yerga kelganimizcha Samarqand shahridan 1 soatlik 40 daqiqa qarib Jizzaxcha yo'l yurib keldik. Juda ham bir cho'l joyda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldilar. Nimalarga bunchalar yig'lab, nimaga bunchalar qiynaldim deb bizga shunchalar tinmasdan telefon qilib, hatto Toshkentga Nasim Xolovgacha ham har kuni telefon qilgan ekansiz. Oxiri Nasim aytdi, Jamshid aka bir borib ko'ring. Opaga nima bo'lgan? Bu haqiqatdan ham rostmi bu voqea yoki yolg'onmi degan maqsadida mana sizni ko'rish uchun Samarqanddan keldik, opa. Men shu Nasim akaga murojaat qilib yordam so'rab murojaat qildim. Mening ahvolim juda ham og'ir. Yordam qilingizlar. Men jigar sirrozman. Qornimga suv yig'ilgan. Shunday qiynalib ketdim. 4 nafar farzandim bor. Men ham qiynalib ketdim. Qorningiz shishib ketganmi? Qornlarim shishib ketgan. Nafas ololmayman, umuman. Suv icholmayman, ey Allohim. Suv ham icholmayman. Ana shu ahvolda Qancha suv to'plangan? Qornimda 7 litr suv bor deyapti. Mana ko'ring. Voy! Mana ko'ring ahvolimda. To'rtta bolam uchun yordam qilingizlar. Akalar, opalar, hali bunaqa dahshatli holatga birinchi marta uchrashim aka-ukalar. 4ta bolam bor men. 4ta bolam uchun yordam qilingizlar. Hamma qarindoshlarim mendan yuz o'girib ketdi. Nimaga yuz o'giradi? Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, opa. Siqilmang, opa. Nafas ololmayman. Men nafas ololmayman. Bu qizcha qizingizmi, opa? Ha,
katta qizim shu menga qarayapti. Nima bo'ldi qizim? Ayım kasal bo'lib qolgan. 7 litr suv bor. Ancha kundan beri doktordan kelgandan beri ayam qiynalib ketdi. Iltimos yordam qilinglar. Qachon keldi ayangiz doktordan? 5 kun bo'lyapti. Qiynalib ketdi ayam. Nechinchi sinfda o'qiysiz qizim? 5-sinfda. 5-sinfda. Ismingiz kim? Mashhura. Ayangizni yaxshi ko'rar ekansiz, ha? Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aka-ukalar, ro'za Ramazon oyida bir go'dakni ko'z yoshlarini ko'ryapsizlar. Hozir meni o'zim ham dahshatga tushdim. Hech bunaqa holatga duch kelmaganmiz. Aka-ukalar, qarang, hozir yuragim boshqacha bo'lib ketyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang. Qo'ldan kelgancha. Yig'lamang qizim, yig'lamang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'llarimni birovga berdim. Shu duo qilib ayamda ro'za-yu Ramazon oyida ro'za tutib o'tiribman. Siz ro'za tutib o'tiribsizmi? Ro'za ben. Voy qizim. Allohdan so'rayman ayam yaxshi bo'lib ketishini. Voy. Yordam qilinglar. Shu qizchani ko'z yoshlarini ko'rib, odammi? Hech kim ona demasin aka-ukalar. Qiynalib ketaman-da. Nafas ololmayman-da. Yuragimni qisadi. Oson emas. Hozirgi holatni ko'rib men qisyapti-da. butun dunyodan ko'rayotgan insonlar mana shu videoni maksimalni darajada tarqatingizlar. Mana shu yosh qizchani hozir gaplarini eshitib, onam yaxshi bo'lib ketishi uchun ro'za tutib duolar qilyapman deyapti-da. Lekin mana bu opamizni ko'rib odam ichim to'kilyapti men. Hali hech qachon bunaqa dahshatli holatga tushmaganman. Qizim yaxshi bo'ladi hali. Meni qizim tengi ekansiz, qizim, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Kecha sizni gapingizni eshitib, shu kecha uxlolmadim. Xudo xohlasa ertalab bo'ladi. Mana Javlon akangiz bilan birgalikda keldik. Xudo Yordam xohlasa qilinglar, iltimos sizlardan. Shu ayam kelgani 5 kun bo'ldi. Nafas ololmaydi ayam. Ancha kundan beri shu ayam yaxshi bo'lib ketsin deb duo qilib ro'za tutyapman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ayajon bo'ldi. Yig'lamang. Bolalarim sog'ir qolmasin. Men yashashda og'layman-da, Allohim. Shu Nasim akaga telefon qildim. Allohim, musulmonlar ro'za Ramazon oylari Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. bersin. Aka-ukalar, mana shu videoni maksimalni tarqatingizlar. Xudo xohlasa shu bugun videoni qo'ysak inshaalloh kechki paytiga ertaga efirni boshlaymiz. Faqat sizlar kommentariyaga yozib qo'yingizlar. Men boshqa hech narsa deya olmayman. Xudo xohlasa ertaga gaplashamiz aka-ukalar.